Assalomu alaykum Showcars kanali obunachilari. Bugun sizlarga ikkita model haqida ko'rsatib o'taman. Jack JS6 va Jack JS8. Xo'p, birinchi JS6 ni ko'rib chiqamiz, ichki ko'rinishlarini. Bunda shaybali, bunda avtohold ruchnoylari bor. Barida bunaqa konditsionerdan havo chiqarilgan. Bemalol narsalarni sovutadi yoki isitadi. Passajir taraf ikkalasida ham abagriff bo'ladi. Rulda cruise kontrollari bor, multimediani boshqarish, mashina start stopda, monitorlari kattagina. Xo'p, bu 5 kishilik. Orqa tarafi. Orqasi elektronli ochiladi. Buni orqalari keng bo'ladi, chunki bu 5 kishilik uchun. Tagida zapaskalar. Bu yoqda propan qo'ydirsa, bemalol tabletkalari ham tushadi. Motori 1.5 turbina. Hop, endi J8. Hop. Bunda rollar ham xuddi shunaqa, faqat bunda bitta ortiqcha funksiyasi bor, qo'shimcha. Bu palasi ushlaydi. Monitorlar kattagina bo'ladi. Bu yoqda boshqarish konsollari, jismoniy tugmalarda, беспроводной zaryadka. Bunda ham shaybali, avtohold elektron ruchnoylari bor. Bu yoqda rejimni o'zgartirish alohida knopka qo'ygan. Podstakanlik. Bu yoqda JS6 ga o'xshagan, bu yoqda ham konditsionerdan havo chiqadigan joy qilingan. Buni sidinalarida ham abagrifflari bor. Xo'p, bu 7 kishilik bo'ladi, orqalardan. Tepada luklari bor. Diskasi 19 bo'ladi, JS6 da 18 bo'ladi. Bagajlarni ochilish. Buniki ozgina kichkinroq bo'ladi, lekin buni yotqisi, uni yotqisi kattagina spalni bo'ladi. Bunda mana elektronli. Uning tashqi ko'rinishi. Ikkalasida monoqoshlari bor. Xo'p, JS6 рассрочкаga qilib beriladi, JS8 faqat avtokredit yoki naqdga chiqariladi. Ikkalasi ham shot spravkada.